Hamid cho'llanikiga soat o'yinda savobi janozaga boraverasan. Yosh qari ertaga Hamid cho'llanikiga savobi janozaga. Ye, kelinglar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Hamid aka, bandalik ekan. Lekin bu narsani tushunmadim. Nimaga gul sharla qo'yib qo'ygansiz? To'g'ri bola, qanaqa bandalik, nafasingni siqqil. To'y qilyapman, qizimni chiqaryapman men, Janoza deb eshitdik-ku. Janoza degan bizga. Kim aytgan uni? Uzr, ming bor uzr. Janoza deb eshitman, to'y ekan. Kamchilikda endi ijod. Hamid cho'llanikiga to'y ekan. Janoza emas ekan.